Leksiyonlarımızı davamlaştırmamız hürmetli vatandaş. Bugün Çislak 2020 yıl 12. ayının 2020 yıl 12. ayının 3. günü. Yukarılık şeyimizden devamı. Dünya tertipini özgertişki urnuvatıdı Cungo Kompartiyası. En ahırda onun yaki Cungo Kompartiyasının müstebitizmlik başkuruşunun mahiyetini kaydileştirmekçi bolabatıdır. Dökülatı mındaqtılık elinde. Cungo Kompartiyasının halkara urunlu qoğuluşu ciddileştirişige agişip, halkarada urun, hukuk ve rehberlik ordunu qoğuluşunu ciddileştirişige agişip, Beyceğin başka devletlerine onun bir partiya hükmürallığını qabul qilishig'a aktiv izlenip ve bu hükmürallık şeklini, siyasi tüzümünü en yaxşı tanlash o'rniga qo'ymoqchi bo'layotidir. Hem de özünün müstebitizmlik hükmürallık qilish şeklini eksport qilishga urinayotidir. Karollen mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo xalqaro har xil raqobatlarda Afrika qit'asi Cungo o'zining hukmronlik shaklini eksport qiladigan sinoq maydoniga aylantirildi. Afrikada quruqliq Cungoning butun yer sharida siyosiy iqtisod rahbariga aylanishga ishga oshiradigan manzilining sinoq maydoniga aylandi. Bu komitet bu yillik dokladda tunji qitim ayrım bab ajretip 70 betlik sahifede Cungo'nun Afrika kıtasidagi ta'siri to'g'risida to'xtaldi. Dokladda mundaq to'xtaldi. Cungo bilan Afrika davlatlarining munosabati Cungo'ni markaz qilgan dunyoning yangi tartibiy manzarasi ustiga tiklandi. Dokladda Cungo Afrika'nın tabii baylıklarını egallab kelgüsü de pen texnika jihati Amerikaga tahdid selish meselesi de Amerikanın dikkat qilishi to'g'risida ogohlantirdi. Dokladda 19 türlük taklif o'ttirib qo'yildi. Jumladan Amerikanın Tayvandagi ish boshqarish o'rnining boshlig'ining amal darajasini o'stirib, prezident boshliq belgilaydigan darajaga ko'tarish taklif qilindi. Dokladda Davlat Meclisi'ne 19 türlük taklif qo'yildi. Dokladda Tayvan meselesi to'xtalganda 2020 yil Cungo Tayvan munosabatida halqiliq bir yil bo'ldi deb qaraldi. Cungo Hong Kongda davlat bexatarligi qonuni majburiy yo'lga qo'ydi. Tayvanning atrofida harbiy harakatlarni kuchaytirdi. Bular Cungo rahbarligi amaliy siyosat maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini ko'rsatib berdi. Dokladda Davlat Meclisi'ne müracaat qilib qonun turg'izib, Tayvandagi ish boshqarish o'rnining boshlig'i Amerikaning prezidenti belgilaydigan Kengash palatasining a'zolari bu martabani e'tirof qiladigan, ya'ni qonunliq e'tirof qiladigan jarayondan o'tishi kerak deb talab qilindi. Növbette Tayvan tabiiy ishxonasining boshlig'i davlat ishlar kotibi tarafidan belgilanadi. Kengash palatasının tasdiqlashiga yo'llanmaydi. Karolin mundaq dedi. Bu mertebeni baş elçi darajasiga ko'tarishni biz muhokama qilmadik deb ko'rsatdi. Ama Tayvan matbuotlar Tayvanning to'rbetlar nim deb ketdi bu to'g'rida qaydab, Amerika Tayvandagi ish boshqarish o'rnining boshlig'ini Tayvanda turishlik elçilik o'rniga ko'taradigan bo'ldi deb xo'sh bo'lishga arziydi siyosatdagi bundaq o'zgarish. Amerikaning Tayvan siyosatiga bu o'zgarish to'g'risida Tayvanlik xo'sh bo'lsa arziydi vatandosh.